Rukkatkasi suyak. Aha. Mana suyagi naturalniy suyak. Nimani suyagi bu? Bu molni iligi. Biz ma'lummiz Damaskus stal deydi 5-6 ta temirdan xamirga o'xshatib qo'rilgan. Bu Andijonniki, Andijonniki. Andijonning pichoqniki. Ha, yashayman. Mana bu endi kiyik shoxligi. Rukkatka bu shox. Bu ham Endi narxlar ne qo'ysan? narxi 150 ming so'm. Bu 150 ming. Bu ham 150 ming. 200 ming. 250 ming. 300 ming. 800 ming. Ha, yaxshi. Endi men bilan tushuntiring. Oling gapni. O, panjarmi? Panjarmi? Panjar. Rukkatkasi kiyik shoxidan nachalar yo'q. Bu просто endi ilib qo'yishgan. Shunday просто ilib qo'yiladi. Bo'ldi. Oddiy temirmi bu yo Yo'q, bu kumushdan? metalli klapin. Mana bu nержавейка. Nержавейка. Kumus sifat ekan. Qarang. Endi kumush Feruza mana qarang kumus sifat ekan. Вообще chiroyli. Hozir men bu ko'rinishlar hammasi kumushdanmi bu? Kumushdan qilingan. o'rinda turadi. Mexiyor. O, mexiyor. Milkyormi bu? Lekin Buni necha pul deyapsiz? 3,5 million. 3,5 million. Feruza menga qarang. Mexiyor ekan, 3,5 million ekan. Даже kumusdan ham anaqa sifatliroq. Kumusdan ham sifatliroq. 3,5 million ekan. Biz hozir bularni Amerikalardagi anaqa podpischiklarimizga ko'rsatyapmiz. Bu tabor, bu qo'l mehnati emas, bu ko'proq Xitoydagi. Bu anaqa go'sht maydalashga. Suyakda shopadi. Aha. Bu necha pul? Bu 250 ming so'm, 200 ming so'm. Normal, yaxshi. Maminizni necha pul dedingiz? 3,5 million. 3,5 million. Bu даже kumusdan ham. Maminizchi? 3 million. 3 Lekin million. mana bunisi og'ir ekan, qarang. Bu ishlatadigan pichoqda mana bular shunday-da. Xudo olgin. Mana shu oynani ochib harakatimiz bormi ko'rsatishga? Siz har kuni ishlaysizmi shu yerda? Har kuni. Mana bunda, mana bunda. Mana ko'ringlar, pichoqlar. Antikvarniy, eski pichoqlar ham bormi? Eski pichoqlardan Bular hammasi yengimi? Yangi ekan hammasi, ishlatilgan yo'q bitdi. Biz hozir Chorsu bozordamiz. Aytgan narxingizdan sal keltirib beraverasiz. beriladi. Tushib berasiz narxini. Tushib beriladi. Mana biz sizlar podpisчиклар iltimos qilganinglar uchun sizlarga alohida